Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiko'z kanali. Siz Jamiko'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, Jamiko'z kanali anchadan beri tanaffus qilgandi. Adashmasam 3 oydan o'tdi tanaffusimizga. Buni sabablari bor. Buni sabablarini Telegram ijtimoiy tarmoqlarida yozib qoldirganman. Jamiko'z kanalining rasmiy kanali degan guruhimiz bor Telegramda. Shunga yozib qoldirganman sabablarini va xudo xohlasa bugundan boshlab Jamiko'z kanalida yana videolar qo'yilib boshlaydi. Efirlar qilamiz. Iloji boricha videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bugun 14-yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni. Mana shu munosabat bilan barcha O'zbekistondagi aka-ukalarimizni mana shu 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklayman, muborakbod etaman. Shirojug'li telefondan umuman foydalanmaslikka qasamyod qilaman. Kaka qilib qo'ysam, ketimni o'zim artishga qasamyod qilaman. Magazinga chiqqanda ko'rgan narsamga ochilmaslikka, ovqatimni o'z qo'lim bilan ishga, uy devorlarga chilmaslikka, hech ko'rinmag'li uxlashga, o'rnimga tutish qilib qo'ymaslikka, otalarni so'zini ikki qilmaslikka qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Agar qasamyodim buzsam, dadamni kaltagiga mubtalo bo'lay. Bayramlaringiz bilan. Hamda shu qatorda O'zbekistonimizda tinchligini saqlab turgan soldatlarimiz, harbiylarimiz, ularga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman va mana shu bayram bilan tabriklayman. Ko'pchilik savol beradiki, shunaqa og'aynilar bir-biriga savol beradi, "Sen armiyaga borganmisan?" Juda ko'pchilik bilamiz, O'zbekistonda armiyaga bormaganlar bor. Shu qatorda meni o'zim ham armiyaga bormaganman. Sababi bolalar bir-biriga shunaqa savol beradiki, "Sen armiyaga bormagan bo'lsang, sen Vatan himoyachilari kuni senga taalluqli emas" degan gap so'zlar ko'p eshitamiz, quloqimizga ko'p chalinadi. Bu noto'g'ri, sababiki har bir inson, har bir erkak kishi armiyaga bormasa-da, zato o'zini oilasini himoya qilyapti. Bu o'zini oilasini himoya qildi degan bu bir oila, bu vatan hisoblanadi. Vatan himoyachilari kuni deb shu uchun albatta bu harbiy xizmatchilar emas yoki bo'lmasa harbiy xizmatga borganlar emas. Harbiy xizmatga bormasa ham o'zini oilasini tebratib, o'zini oilasiga chiroyli munosabatda bo'lib, o'zini oilasini terbatib turgan barcha aka-ukalar bu vatan himoyachilari bo'ladi. Shunday ekan, mana shu 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan sizlarni tabriklayman, muborakbod etaman. Sizlarga mana shu bugun O'zbekistonda bayram shukuhi hammalaringizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa Jamiko'z kanalida yana qayta videolarni qo'yib boramiz. Iloji boricha videoni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sizlar bilan Jamiko'z kanali edi. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.